Furqon o'z. Furqonni nozil qilgan zot barakotli, ulug'dir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Innar rajula la yusalli 60 sanatan va ma taqbalu lahu salatan." Bir kishi bo'ladi. 60 yil namoz o'qiydi. Bironta namozi qabul bo'lmaydi. Bo'lishi mumkinki, rukusini to'g'ri qilgan bo'lsa-yu, sajdani noto'g'ri qilgan bo'lsa. Bo'lishi mumkinki, sajdani to'g'ri qilgan bo'lsa-yu, rukuni noto'g'ri qilgan bo'lsa, dedilar Rasululloh. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhissalomning oldilarida bir kishi namoz o'qidi. Rasululloh masjidda bir chekkasida tursalar, haligi odam keldi-da, namoz o'qidi. Namoz o'qib Rasululloh oldiga bordi. Borsa Payg'ambarimiz: "Hozir sen nima qilding?" dedilar. "Namoz o'qidim" dedi. Desa, "Yo'q, sen namoz o'qimading, bor boshqatdan o'qi" dedilar. Haligi odam bordi-da, yana o'qidi. Yana qaytib keldi. "Hozir nima qilding?" dedi. "Namoz o'qidim." "Namoz o'qimading sen, bor boshqatdan o'qi" dedilar. Rasululloh ajoyib gapiradilar-da. Mana shu gap haligi odamni butun umri esda qolib ketdi va bu gap ummatni to qiyomatgacha esdan chiqmaydi. "Ya Rasululloh" dedi. "Men bundan boshqani 50 marta o'qisadim, shuni o'qiyman men. Shuni bilaman xolos. Siz menga o'rgating, qanday namoz o'qiy" dedilar. Keyin payg'ambarimiz o'sha mashhur hadisdagi gaplarni bir qator aytib berdilar. Buni hech qachon esdan chiqmadi va bizga ham yaxshi bo'lib qoldi shu gap. Shuni men sizlarga aytib beraman. Qilasizlarmi? Qachonki namozga tursang dedilar, qiblaga ro'baro bo'lgin. To'g'ri turgin. Men bu hadisni to'liq matnini aytmayinda, bir yo'la qoidasini aytib ketay. O'zimda qiladigan ishimni aytay. Qachon namozga tursam, o'zimga qarayman. Oyog'im qanday turibdi? Tizzam qayerda turibdi? Qo'lim qayerda turibdi? Men o'zi tayyormanmi? Nimaga? Hozir men Allohu akbar deb takbir aytganimda bir eshik ochiladi. Rasululloh aytadilar: namoz mo'minning meroji. Siz merojga chiqsangiz nima qilardingiz? Qanday kiyinardingiz? Qanday ahvolda turardingiz? Nima hayolingizdan ketardi? Hazrat Alining o'g'illari Imom Husayn tahorat qilayotsalar, ranglari o'zgarib ketar ekan. "Ey imom, siz nimaga bunchalik qo'rqib ketasiz?" desa, "Sen tasavvur qilyapsanmi, men hozir kimdir ro'parasida turaman" derkanlar. Ha? Shunga qarang. O'zingiz shunga tayyormisiz? Kiyimlaringiz yaxshimi? Oyog'imga qarayman. Oyoqlarimda oralari 4 barmoq miqdorida bo'lsin, uchi ham, orqasi ham. Agar semizroq odam bo'lsa, kengroq qilsa ham mayli, yoki qariroq odam bo'lsa, 4 barmoq miqdorida bo'lsin va qiblaga to'g'ri bo'lsin. Ba'zilar qiblaga oyog'ini qiychatib oladi, yonboshlatib oladi yoki bu tomonga. To'g'ri bo'lsin. Niyat qilaman. Niyatim, men ilgari bizda forscha niyat qilardi. Niyatkordan buyzoram deb. Men buni yaxshi bilmasdim. Ma'nosini tushunmasdim. Men o'zbekcha niyat qilardim. Masalan, bomdod namozi. Ey Alloh, men bomdod namozini o'qishingni xohlayman. Menga uni yengil qil va qabul qil. Arabchasi: Allohumma inni uridu an usalliya salatal fajri fayassirha li va taqabbalha minni. Shunday deb niyat qildim va haligi eshikni ochish takbirini aytaman. Ha? Allohu akbar. Allohu akbar. Ana aytganimda qo'lim harakatda boshlaydi. Qo'limni bosh barmoqni uchini qo'loqni yumshog'iga tekkizib, qo'limni kindigini pastiga qo'yib bog'laganimda rini aytaman. Boshqa ayting. Allohu akbar. Qo'limni kindigini ostiga bog'layman
Bog'laganimda mana bu ikkala barmoq bilan bog'lab, uchovini qo'l yo'nalishiga to'g'rilab qo'yaman. Namozda ba'zilar engashib turadi. Namozda to'g'ri turing. Xuddi askarlar bitta chiziqda chizilgandek. Xuddi janggohga turgandek. Bilasizlarmi mana bu narsani mehrob nima degani? Mehrob arabcha so'z. Urushgoh degani. Bu joyda imom shayton bilan urushadi. Safda turgan yigitlar ka'annahum bunyanun marsus, bir-birini ushab turgan uylardek tursin. Mahkam, to'g'ri tursin. Bir kishi engashib turar ekan. Bu tavozuni ko'rsatar ekan. Rasululloh aytadilarki, taqvo qalbning ishi. Safda to'g'ri turgan. Subhanakallohumma va bihamdik. Ha? Buni aytaman. Undan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Sura Fatihani o'qiyman. Undan keyin bir sura qo'shaman. Shu vaqt kelganda bir narsa aytay. Alhamdulillahi robbil alamin surasi eng buyuk duo va ijobat bo'ladigan duo. Olamlarning Robbi Allohga hamdlar bo'lsin. U mehribon, u rahimli. Qiyomat kunining egasi. Ey Robbim, Sengagina ibodat qilaman. Sendangina yordam so'rayman. Bizlarni to'g'ri yo'lga boshla. Bu shunday to'g'ri yo'lki sendan so'rayotganim, mendan avvalgi o'zing yaxshi ko'rganlarga ne'mat qilib berganding bu yo'lni. Ularga g'azab qilinmagan, ular adashmagan edilar. Amin. Mana shunday gaplarni kishi qanday aytish kerak? Alhamdulillah robbil alamin rohmanir rohim iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Allohu akbar. Rasululloh bir kishini xuddi tovuq don cho'qigandek namoz o'qiysan dedilar. Voy, bu gaplarni shunaqa qilib aytib bo'ladimi? Bu gapni aytayotganda qaltiraydi odam. O'shaning uchun Alloh taolo aytadiki, qad aflahal mu'minun alladina hum fi solatihim khoshi'un. Namozlarida qo'rqib turadiganlar najot topdilar. Shunday o'qing. Alhamdulillah surasini o'qidingiz. Bir sura zam sura qildingiz. Undan keyin ruku qilasiz. Allohu akbar. Birinchi takbirda amalni bir xil qildik-a? Buni ham xuddi shunday tikka turgan odam Allohu akbar deganda to'g'ri bo'lib qolsin. Men ko'pchilikni ko'raman, engashib ketadi, kallasi pasayib ketib qoladi. Bunda ular qo'lini qiyshaytirib yuboradi. Qo'lini to'g'ri tutsin. Chig'anoq qiyshaymasa, beli qiyshaymaydi. Kallasini ko'tarib olmasin. Kallasini pasaytirib iyagiga tekkizib qo'ymasin. To'g'ri bo'lsin. Ko'zlari yo ikkala oyog'ini o'rtasida yoki chap oyog'ini tepasida bo'lsin. Fikri buzilmasin. Mana shu ruku vaqtida eng buyuk kalimalar aytiladi. Subhana robbiyal azim. Eng katta bo'lgan, eng buyuk bo'lgan Robbimning ismini aytaman. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Shunday buyuk kalimani qanday aytadi banda? Shunday aytsin. Subhana. Yo'q. Namozda asosiy joydan aytyapsiz. Undan keyin shu paytda qo'llar tekis tursin dedimi? Tizzalar ham buklanib ketib qolmasin, to'g'ri tursin. Bel to'g'ri tursin. Shu gaplarni aytdingiz, 3 marta aytdingiz. Rosa dangasa odam 3 marta aytadi. Sami'allohu liman hamida. Ruku o'qib turgan odam tikka bo'lguncha bu takbirni tugatadi. Sami'allohu liman hamida. Qo'llarni pastga tushib. Bu joy ajoyib gap. Sami'allohu liman hamida degani Alloh shunday zotki, unga hamd aytganini eshitadi va qabul qiladi. O'shaning uchun Robbana lakal hamd aytiladi. Nima dedingiz bu yerda? Alloh shunday zotki, unga hamd aytganini qabul qiladi. Robbana lakal hamd. Ey Robbim, senga hamd bo'lsin.
biroz turing. Chunki shu Robbana lakal hamd aytib biroz turishlik alohida bir vojib amal. Buni tark qilsa bo'lmaydi. Biroz turing. Allohu akbar deb keyin sajdaga borasiz. Men ko'p eslataman. Sajdaga borayotganda eslab qolinglar. Ko'kragingiz hali egilmasdan turib tizzangiz yerga tegsin. Eplaysizmi shu? Bu yerdan chiqqandan keyin mashq qilib ko'ring. Ko'krak egilmay, tizza yerga tegsin. Ba'zi kishilar qo'lini bunday qilib qiynalib muvozanat saqlamay, qo'lingizni tizzangizda ushlab oling qo'lingiz bilan. Faqat ko'krak egilmasin, to'g'ri tizzangiz yerga tegsin. Undan keyin sajda qiladigan joyingizga qo'lingiz borsin, undan keyin burningiz, undan keyin peshonangiz tegsin. Erkak kishi uzoqroqqa sajda qilsin. Sonidan qorni uzoqda bo'lsin. Chig'anog'i yonboshidan uzoqda bo'lsin. Qo'llari quloqni ro'parasida bo'lsin. Oralari berk bo'lsin. Qo'llarini namozda 3 ta holati bor. Rukuda ochadi, mahkam ushlaydi tizzasini. At-tahiyoti o'qiyotganda o'z holatini tashlab qo'yadi. Sajda vaqtida barmoqlarining orasini yumadi. Dunyodagi eng buyuk kalimalar yangraydi. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Sajdaning buyuk sirlaridan biri siz pichirlab yerning quloqiga aytgan gapingizni arshi a'loda Alloh eshitadi. Shunday mazza qilib ayting bu gaplarni. Eng oliy bo'lgan Robbimni ismini aytaman. Uni poklab aytaman. Men uning uchun hech kimni oldida egmaydigan bo'ynimni yergacha tekkizaman. Men uni quliman. U nima desa shunga shayman men. Men uni bandasiman. Xo'pmi? Subhana robbiyal a'la. Keyin Allohu akbar deb o'tirasiz. Biroz turing. Iloji bormi? Sajdada qancha vaqt bo'lsangiz, o'tirganingizda ham shuncha vaqt bo'ling. Eng kami bir tasbih. Undan keyin yana sajdaga boring. Ikkinchi sajdani qilgandan keyin Allohu akbar deb turib ketasiz. Shu turishingizni ham ahamiyat qiling. Hali birinchi ishimiz bor-ku. Avval ko'kragimizni tikka qilgandan keyin tizzani yerdan olamiz. Shunday qilib namoz o'qiymiz. Haligi odamga Rasululloh shu narsani o'rgatdilar. Bu odamni ham esda qoldi, bizni ham esimizda qoldi. Birodarlar, namozga beparvo bo'lmanglar. Mana shu namoz inshaalloh qiyomat kuni hujjat bo'ladi bizga. Bir kishi aytar ekanlar: "Ey Robbim, bolalarimni namozxon qil. Agar ular namoz o'qimasa, yuragi siqiladigan qilib qo'y" dedi. Otani g'amini, otani dardini ko'rasizmi? O'tgangi juma, undan avvalgi juma ham bir oyatni eslayapmiz. Hoy musulmonlar, bolalaringni do'zaxdan saqlanglar. Bolalar yoshligidan namoz o'qishni o'rganib olsin. Keyin u 30 ga kirgandan keyin u namoz o'qishi juda qiyin bo'ladi. Yoshligidan shu narsani o'rganib borsin, yoshligidan Allohga itoat qilsin, ota-onasiga itoat qilsin. Inshaalloh yaxshi bo'ladi.